Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala sayyidina Rasulillah va ala alihi va sahbihi va sallam. Amma ba'd. Alloh taolo kalomi sharifida muborak Baqara surasida bizni sizga murojaat qilib, bizni sizga holatni bildirib, baho berish va mezonlarni anglatib quyidagicha murojaat qiladi. Va minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. Ey Muhammad alayhissalatu vassalom va unga ergashgan ummatlar, odamlar ichida shundaylari borki, dunyo haqida gapirsa, sizni oldingizga suhbat bersa, uning suhbati sizni maftun qiladi. Uning gaplari sizni o'ziga tortadi. O'z navbatida iymoniga Allohni shohid qiladi. Alloh guvohki, Alloh shohidki, yaxshilik istayman deydi. Va huwa aladdul khisom, vaholanki u ashaddiy dushman. Va iza tawalla, sizni oldingizdan burilib ketishi bilan sa'a fil ardi liyufsida fiha va yuhlikal harsa wan nasl. Ruy zaminda fisq va fasod, buzg'unchilik, yomonchilik urug'larini sochadi, yomonlik bilan mashg'ul bo'ladi. Vallohu la yuhibbul fasad. Alloh fisq va fasodni, Alloh taolo vayronkor g'oyalarni, Alloh taolo buzg'unchilarni aslo sevmaydi deb murojaat qiladi. Hazrati payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldlarida sahobalar kelardilar, turli mehmonlar kelardilar, turli elchilar kelardilar. Shularning ichlarida Ahnas ibn Shurayq degani bor edi. Dunyo haqida gapirsa, rejalari haqida gapirsa, islom haqida gapirsa, uning gapidan hamma maftun bo'lardi. Uning so'zlariga hamma lol qolardi. Men musulmonman deb Alloh taoloni shohid qilardi. Vaholanki o'zi ashaddiy dushman edi. Qalbi chirkinlikla to'la edi. Odamlarga nisbatan nihoyatda salbiy fikrda va yomonlik niyatida edi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalatu vassalomni va u kishi orqali bizlarni ham ogohlantiradiki, shunday odamlar ham bor. Ularning chiroyli so'zlari, chiroyli nutqlari, chiroyli murojaatlari, chiroyli qo'ygan postlariga qiziqmanglar. Ularni tekshirib ko'ringlar. Asl maqsadi nima? Asl g'oyasi nima? Yaxshilik deb sizga ro'baro bo'lib, yaxshilik deb siz bilan muloqotda bo'lib, mabodo qalbi chirkinlikka to'la emasmi? Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatadiganimiz, ba'zida ko'radiganimiz, biz falon yurtga yordam qilamiz, falon o'lkaga yordam qilamiz, bizlar falon o'lkada quduq qilyapmiz, falon o'lkada kasallarni davolayapmiz, falon o'lkaga bizlar uylar qurib beryapmiz deydilar. Vaholanki hammalarining niyat va maqsadlari birmi? Yoki ularning maqsadlari urush chiqarish, odamlarga dushmanlik qilish, o'zlarining shaxsiy manfaatlarimi? Alloh taolo Baqara surasida aytganimizdek 204 va 205 oyatida mana shunga bizlarni ogohlantiradi. Ey ummat, ogoh bo'ling, odamlarning so'ziga uchmang. Ey ummat, yordam ber deganga yordam berib ketavermang. Ey ummat, aniq joyga yordam bering. Pulni, mol dunyoni topishlikka qanday halollik, poklik mezoniga rioya qiladigan bo'lsangiz, haromdan, shubhadan yiroq bo'lib, halollik payida bo'lsangiz, mol dunyoni sarflash yo'lida ham mana shu mezonni lozim tuting. Berdim, qutuldim emas. Bergan molimiz, sarflagan dunyoyimiz odamlarga hayot baxshida qilish kerak. Odamlarni yaxshilikka da'vat qilish kerak. Odamlarni dardiga malham bo'lishligi kerak. Odamlarni dardi ustiga chipqon bo'lmasligi kerak. Odamlarga yomonlikni olib kelmasligi kerak. Urush, turli xil yomonlikka sabab bo'lmasligi kerak. Bilmasak, biladigandan so'raylik. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilar: "Ibda biman ta'ul, thumma al-awwal fal-awwal." Qaramog'ingdagilardan boshla, qo'shningdan boshla, qavmu xeshingdan boshla, qishloq va mahallangdan boshla, qarindosh urug'ingdan boshla, undan ortsa keyin boshqalarni o'ylab ko'r. Alloh taolo ushbu kunlarga hammamizni ushbu fazilatlarga yetkazdi. Iloho Alloh taolo xayrli ishlarimizni qabul qilsin. Yo'limizga chiqayotgan ba'zi g'ovlarga Alloh taoloning o'zi kifoyachi bo'lsin.
bizlarni haq yo'lda, to'g'ri yo'lda rushd va hidoyat qiladigan azizlarni Alloh taolo iloho omon saqlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.